Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bu laboyimizni karkas qismini egalari o'zlari to'qib kelibdi. 800 ming 900 ming atrofida material ketdi deb aytyapti. O'zi ko'ngilligidek qilib, chiroyli qilib to'qigan. Siz ham shu shaklda qilsangiz bo'ladi. Faqat ozgina e'tibor, harakat bo'lsa bo'ldi. Tent qismini biz qilib berdik. Tentni ham imkon qadar tekis qilib tortishga harakat qildik, chiroyli qilib. Shu holatda budjetli variant bo'ladi. Misol uchun sizga vaqtingiz bo'lsa, ishdan ozgina vaqtingizni ayamasdan karkas qismini o'zingiz to'qisangiz, tentlarni biz chiroyli qilib tikib mahkamlab beramiz. Xudo xolasa ham ish sifati zo'r bo'ladi, ham puli arzonroq tushadi. Ochilish qismi mana shu holatda bo'ladi. Asoslarni ham xudo xolasa pishiq baquvvatdan qo'yganmiz. Mana shu yerga tirnoq chiqarib ketganmiz. O'zini qopqog'iga ilinib qoladigan qilib. Sizlarni ham ko'rishlari mumkin. Ekranda nomer qoldiramiz. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.